sovardim. Tofu. Ha. Mana ko'pana qiladi. Lekin balg'arini qo'rib yeyishiga men qo'yim. Voy, bitta tuxumda, voh. Shunchana qildim. Nima tuxum bilan qo'y? Voy, yana qayta ishlatyapti. O'shanga tuxumni qo'ydi. Voy, yana sovordi tuxumni. Bo'ldi. Voy, qolgan qoldig'ini ham sho'rva qilib yubordi. Yana tuxum olyapti ichidan. Tuxum shunaqa defitsitmi? Go'sht bo'lsa ham tushunardim. Qimmat bo'lsa kerak-da. Ichidan ochib olmasin go'sht qilib. Voy, mara ichidan sug'uryapti. Voy, yana omlet qilib yubordi. Voy, shuncha. Bugun o'zingga nima desa tuxumlik unaqa bo'ldi. Bu video qizlarga bag'ishlanadi. Kelinlarga bag'ishlanadi. Adasi bugun uyda go'sht yo'q edi desa, qarang bitta tuxumni o'zidan shuncha ovqat qiladi. Go'sht bilan 1 yil ovqat qilsa bo'lar ekan. Unda arzoni qiynatib olib beradi. Haligi holiga o'xshab go'sht pishirib bersangiz, uni 2 hafta chaynaydi. Xullas, ro'zg'or bo'lib kelinlarga jo'natib qo'yasizlar.